Tushda emizish ko'rishning ta'birlari. Biror erkak tushida bola emizayotganini ko'rsa g'amga botadi. Biror kishining ko'kragidan sut emganini ko'rgan kishi qamaladi. Ayolning tushida o'z bolasini emizish bolaning yaxshi inson bo'lishidan dalolatdir. Ayol o'z ko'kragini emayotganini ko'rsa, qizi meros oladi. Er xotinini ko'kragini emganini ko'rsa, xotini orqali boyib ketadi. Ayol tushida boshqa ayolni emsa, sut kelsa, moddiy manfaat ko'radi. Sut kelmasa, ayol ayolga oshiq bo'ladi. Bir erkak bir necha ayolning ko'kragidan ushlab emganini, biroq sut chiqmaganini ko'rsa, juda jirkanch munosabat, erkakning erkakka rag'bati yuzaga keladi. Biror hayvonning yelinidan sut emganini ko'rgan kishi qiynalmay boylik topadi. Yelinidan boshqa joydan emib sut chiqqanini ko'rsa, qiyin ishni foyda bilan yakunlaydi. Barmoqlari yoki qo'lidan sut emganini ko'rgan kishi doimo har masalada ustunlik qiladi. Bundan tashqari boshqa ta'birlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, tushda bola emizish tush sohibining hayotida yangi inson paydo bo'lib, uning hayotini tubdan o'zgartirishga ta'bir qilinadi. Onalari uchun bola emizish yaxshi tush hisoblanadi. Bunday tush ko'rgan ona hayotini yaxshi tarafga o'zgartirib, yangi imkoniyatlari paydo bo'lishiga dalolat beradi. Agar turmushga chiqmagan qiz bola emizayotganini tush ko'rsa, ongida xursandchilikka yo'yiladi. Miller ta'birida emizish quyidagicha ta'birga ega. Agar siz tushda biror narsani emsangiz, ongingizda foyda olasiz. Agar biron bir ayol kishining ko'kragidan emsangiz, tushdagi ayol holatiga qarab halol yoki harom boylikni qo'lga kiritasiz. Bordiyu siz biron bolani emayotganini ko'rsangiz, rizqingiz mo'l-ko'l bo'lishiga ishora beradi. Agar biron ayol yoki erkakni yigit kishi emsa, o'z qizlarini berib merosxo'r bo'lishiga dalolatdir. Bir so'z bilan aytganda, emish foyda topish va foydalanishga ta'bir qilinadi. Ba'zi hollarda esa aksincha holatni kasb etadi.